Assalomu alaykum Mastertom YouTube kuzatuvchilari. Bahor oyi sharafdamiz. Bo'ron va yomg'irlarga qaramasdan o'rtada turgan obyektni qutqizayotgan tajribali masterimiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Video o'ylaymanki sizlar uchun qiziq. Aka, umumiy hisobda necha kvadrat chiqadi? Umumiy hisobda 1800 kvadrat atrofida qoladi. Inshaalloh 0 dan 100 gacha batafsil hammasini ochiq-oydin ko'rsatamiz. Xudo xohlasa. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. O'ylaymanki sizlar uchun qiziq. Qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, izohlar qismi sizlarni kutib turibdi. Aka, ketdik. Naves qism zo'r va kengina, ajoyib, o'zgacha did bilan qurilyapti ekan shu obyekt. To'sin vaqtida tashlash ishlari aka qachon boshladinglar? To'sin tashlash qismlarini xudo xolasa shu bugundan boshlandi. Bir 2-3 kunda bu yerimiz tayyor bo'ladi. Bu yer ham xudo xolasa yog'och ishlardan bir 5 kun mo'ljallab turibmiz. Bu 5 kunlarda yog'och ishlardan chiqib olib, zo'r. Xudo xolasa. To'singa nima uchun tera tashlagansiz aka? Yo'q, bu oq qayin. Oq qayin? Oq qayin material bu. Haligi yomg'irda o'sha ko'zga tushib ko'rinmayapti-da. Bu oq qayin material eng qattiq material bo'ladi. Uy egalari shunday xohladilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham qimmat turadi. Albatta, bu ham juda qimmat turadi nisbatan qolgan yo'q. Lekin mustahkam. Mustahkam. Gap yo'q. Zo'r. Darvoza qismimiz nechiga necha aka? Shu darvozamiz qismi 6 metr, ichilari 6 metr bo'lib turibdi. Bu taraflarimiz 21 metr yo'g'i. Bunaqasiga ham 21 metr. Necha metrlik to'sin ishlatyapmiz? 6,5 metrlik to'sin ishlatyapmiz. 6,5 metr. To'sin. Diametri necha? To'sinimizning diametrlari 20 santimetr. 20 santimetrli, demak 6,5 metrli ustun ishlatib, 6 metr bemalol ko'taradi. Bemalol ko'taradi. Chunki tom sovuq bo'ladi. Tom sovuq bo'ladi. Chunki bu yerda oq qayin materiali ishlatiladigan sababli shu oq qayin materiali juda qattiq, jo'ski materialli. Shu ko'taradi. Ko'taradi. Zo'r. Bu yerlarimizga aytib o'tganda shu yerga hozir firma tashab ketiladi. Ichkarida svarchilarimiz shu firmani hozir to'qqislab yasashyapti. Kichikgina obyekt, bu ham zo'r chiqibdi. Xo'p, yog'ochlari qanaqasidan ishlatilyapti aka? Yog'ochlarimiz bu yerda uy egalarini bitta uylari bo'lgan, shu uyni buzib, yog'ochlarni ehtiyot qilib olib, shu yerga eski o'zlarining yog'ochlaridan qilib berganmiz. Hammasi rossiyskiy sasna daraxti ekan. Shularni endi Stropilligi nechiga necha endi hozir? Stropilligi bu ilgarigi nima bo'lgan 5 santimetrga 15 santimetr toza bu yerda. 5 ga 15. Stropilligimi yo sarropimi? Stropilligi, sarropimiz 10 ga 10 ligidan sarropga qo'yganmiz. Juda bir mustahkam chiqibdi-da. Haligi Buxoroni bo'ronlariga javob beradigan bo'ldi-da. Kichkinasi. Har bittasiga addin-addinni simlardan tortib, bu yerda shamol juda qattiq bo'lar ekan, kuchli bo'lar ekan. Shuning uchun har bittasiga обязательно addin-addinni simlarini tortib, juda mustahkam qilib, ankerlar bilan tortib, juda chiroyli qilib yopganmiz. Bu tomon mansarmasa? Yo'q, bu taraf mansard emas. Tamam, mansard emas. Men qarangda, devordan qo'lli necha chiqqan bu tomondan? Bu yerga 70 santimetr chiqqan, asosiy binoyimizga esa 1 metr chiqqan. 1 metr. Asosiy binoyimizda shunaqa holatda qilib berilgan. Bu binoyimizni o'zimizning nimamizdan kelib chiqib, pastroq bo'lgani uchun 70 santimetr chiqarib berganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi kuzatuvchilar, kulminatsion nuqta asosiy bino. 2 qavatli, tepasini asli bu yerga kelinganda mansard qilish niyat bo'lmagan. Yo'q, mansard bo'lmagan. Chertyojlarda ham mansard berishmagan. Biz keldik, o'z maslahatimizni berdik uy egalariga. O'z maslahatimizni berib, shu yerlarga mansard qilib bersak qanaqa bo'ladi desa, mansard o'zlariga ma'qul tushdi, bija rasxoti ko'proq bo'ladi. Ammo uy tom qismidan bemalol foydalanaveradi. Xo'p, bu darvozaxonaning firmasimi aka bular? Bular darvozaxonaning nechiga necha ishlayapti aka? 10 ga 5 lik. Stenkasi? Stenka 2,5. Zo'r, nima bo'lishi mumkin emas. Uzunligi necha endi buni? 830. 830. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalarga xalaqit bermaymiz, tomga chiqamiz. Ketdik. Keng omol, juda zo'r ekan-a? Zinalarni ham vodiyliklar qilgan. Shuna sifatidan bilsa bo'ladi. Yomg'ir. Gap yo'q. Oltin tom, chaqmoq. Polni oltin tom bo'pti-da. Xudo xohlasa, Xo'p.
Brusga e'tibor berasizlar. Brusimiz 10 ga 10. 10. Zo'r. Mana ko'rib turibsizlar, asosiy bino 1 metr chiqqan. Ustunlarni qo'yilgan, simlarni tortilgan. Bu yoqqa sal yaqinroq kelasiz. Ankerlar bilan. Ham anker, ham mana simlarni uzun bo'ylab. Simlarni o'zlar. Ham sim ham bor ekan. Xo'p, endi bu tomonni ko'rsatamiz. Haqiqiy uyga mehr beradigan insonlarning obyekti ekan. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Bino nechiga nechi? Binoimiz 21 metrga 17 metr. 17 metr. Mana chiqqan joylari bilan bu 20 metr. 20 metr. Ko'ryapsizlar? Deyarli ustun yo'q desa ham bo'ladi. Bunaqa 20 metrli, 17 metrli joylarga 3 qator ustun o'rnagan. Asoslari brus 10 ga 10. Yo'q, bu simlarimiz временni vaqtinchalik o'tashamizni olib, manalarga to'qib beramiz. Buni vaqtinchalik qo'yib qo'yganmiz, buni olib tashamiz. Bu yerda zinadan chiqishimiz bilan kattagina koridor. Hol bo'ladi-da, bu yerda bilyard qo'yib, stol tennis qo'yib, uy egalari shunaqa maqsadda dam oladigan zona. Dam oladigan zona qilib, bu taraflardan deraza ochib berganmiz, deraza qilib berganmiz. Shu yerda deraza bo'ladi, shu arkamiz o'rnida. Bu yerdan shamol kirib, bu yerdan chiqib ketadigan qilib, havo aylanish tizimi zo'r. Albatta, havo aylanish tizimini zo'r qilib, xudo xolasa. Yo'q. Yog'ochlariga e'tibor bersanglar, haqiqatda oltin tom, bir qaraganda ko'z quvonadigan. Nechiga necha edi mana? Strapillari? Strapillarimiz, bularimiz 4,5 ga 15lik. 4,5 Plisopka. Plisopka, ha. Plisopka. Zo'r. Abrishotkalar aka? Abrishotkalarimiz 2 ga 10lik abrishotkalar. 2 ga 10 abrishotka. Mana joylarimiz ham o'zimiz taxtalagan e'tibor berasizlar. Qo'lligi nechiga necha aka? Qo'llilariga ham pulay olmam. Qo'llilarimizni 7 ga 5lik. 7 ga 5lik. Zo'r. Mana arka qismlarimiz ham o'zimiz urib, o'zimiz ijodimiz. Arkani ham derazalarni ham o'zimiz urib. Oho. Bu tarafga ham shunaqa bitta deraza qilib berganmiz. U tomonda kabinetlar bo'lar ekan, shu yerda kabinet qilib shu mehmonzonni dam oladigan o'zlarini bir yori birodarlar bilan mana shu yerda dam oladigan zona. Shunaqa qilib. Zo'r bo'lar ekan mana. Ajoyib. Keyingi molgina. Kuzatuvchilar, Buxorodagi navbatdagi gigant obyekt. Ko'rib turibsizlar, keyingi molgina haqiqatda mehr bilan qilingan obyekt. Oltin tom. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ham Buxoroda bo'ladimi? Butun O'zbekiston bo'ylab, SNG bo'ylab mana shunaqa katta obyektlarning tomini yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Mastercomga murojaat qilishingiz mumkin. Shunaqa tajribali yigitlarimiz sizlarning uyinglarni mana shunaqa sifatli, beg'amlar, qattiq chiqib topshirib berishadi. Qanaqadir tomlarda savol bo'ladigan bo'lsa, izohlarda sizlarni kutamiz. Ko'ryapsizlar chaqmoq. Shunaqa ob-havoda ham ishlayveramiz. Mastercom YouTube chaqirmasiga obuna bo'ling. Rahmat.